Bilasizmi, odam boshida ulkan teshik bilan ham yashashi mumkin. Bu oddiy teshik emas, naq 3 metrlik temir tayoq miyasini teshib o'tgan. Qo'ysangchi deysizmi? Keling, tushuntirib beray. 1848-yilda Vermont shtatida temir yo'l ishchisi Phineas Gage oddiy ish kunini o'tkazayotgan bo'ladi. Barchasi joyida. Keyin birdaniga bum! Portlash natijasida 6 kilogramlik temir tayoq jag'in tegidan kirib, ko'z orqasidan o'tib, boshning tepasidan chiqib ketadi. Aslida shunday jarohatdan keyin odam tirik qolishi mumkin emas. To'g'rimi? Noto'g'ri. Tasavvur qiling, Gage shu holatida o'rnidan turadi, sheriklar bilan xuddi hech nima bo'lmagandek gaplashadi va o'z aravasida shifokorga boradi. Uni shifokor John Harlow operatsiya qiladi va u to'liq tuzaladi. Lekin ruhiy jihatdan o'zgarishlar kuzatilishni boshlaydi. Oldin mas'uliyatli va xushmuomala bo'lgan Gage to'satdan qo'pol, beparvo va sabrsiz odamga aylanadi. Ishini yo'qotadi, boshqalar yangi Gage'ga moslasha olmaydi. Do'stlari esa u endi Gage emas deb aytishadi. Bugungi kunda biz bilamizki, temir tayoq uning frontal lobini, ya'ni inson shaxsiyati, qaror qabul qilish va impuls nazorat qiluvchi sohani shikastlagandi. Bu hodisa miyadagi jarohatlar odamning shaxsini o'zgartirishini mumkinligini isbotlagan birinchi holat. Miya hali ham sirligicha qolayotgan mo'jiza. Tibbiyot esa bunday hayratlanarli voqealar bilan to'la. Agar shunday g'ayrioddiy hikoyalarni bilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan qoling. Chunki tibbiyotda haqiqat fantastikadan ham ajoyib.